Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video yo'riqnomamiz aynan pensiya berishni vaqtincha to'xtab turishga bag'ishlanadi. Mabodo siz deylik uzoq muddatli safarga ketayotganligingiz yoki pensiya olishni vaqtincha imkoni bo'lmagan hollarda bu xizmat orqali vaqtincha aynan siz pensiya berishni to'xtatib turishingiz mumkin. Buning uchun bizdan talab qilinadiganini MyGov ilovasi orqali o'tamiz. Shundan so'ng demak sohalar kesimida aynan xizmatlar yo'nalishi orqali pensiya degan aynan xizmat yo'nalishini tanlab olishimiz kerak. Bu yerda aynan xizmat yo'nalishining nomi pensiya berishni to'xtatib turish deb nomlanadi. Bu yerda xizmat bepul amalga oshiriladi, avtomatik tarzda va hech qanday hujjat talab qilinmaydi. Jarayonni xizmatdan foydalanish orqali davom etamiz. Bu yerda bizga yagona oyna ochiladi. Bu yerda arifmetik amal javobini kiritasiz. Kiritgandan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Shu o'rinda eslatmasiga e'tibor qaratishni so'rab qolamiz. Shu eslatmasida mazkur so'rovni yuborish orqali jismoniy shaxsga to'lab kelinayotgan barcha turdagi pensiya va nafaqa to'lovlari vaqtinchalik to'xtatiladi. To'xtatilgan pensiyalarni tiklash uchun pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilinishi lozim degan mazmunda eslatma ko'rsatib o'tilgan. Aynan o'sha pensiyangizni to'xtatganingizdan so'ng kelib O'zbekiston safardan qaytasiz yoki boshqa hollarda qaytib pensiyani o'z holiga keltirish uchun aynan pensiya jamg'armasining tuman bo'limlariga murojaat qilinishi lozim bo'ladi. Hurmatli obunachilar, biz bilan bo'ling. Kelgusida aynan hayotingiz davomida zarur bo'lgan xizmatlardan foydalanish jarayonini kuzatib boring. Kontentlarimizni ulashing va like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Bu videoni aynan pensiya yoshidagi o'zingiz tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Ular agar foydalanib aynan shu xizmatdan uydan to'xtab jarayonni bajarishsa, men o'ylaymanki, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.